O'zi aslida kosmetolog yoniga necha yoshdan borish kerak ayollar? Kosmetolog bu xirurg emas. Kosmetolog kesishga va tikishga umuman haqqi yo'q. Kosmetolog desa, ko'z oldimizga albatta hamma yog'i yasalgan bir qo'g'irchoq qiyofa ayollar kelishni boshladi. Asli meditsinaga oldindan boshidan qiziqardim. Kosmetolog bilan soxta kosmetologni qanaqa ajratib olamiz? Kerak emas sizga. Hozir qayerda qarasang kosmetologda, to'g'risi. Insonni yuzi, sog'liq birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Pul ayash kerak emas sog'liqqa kelganda. Assalomu alaykum. X-Media podkastning bugungi mehmoni 5 yillik tajribaga ega kosmetolog Feruza Latipova bo'ladilar. Assalomu alaykum Feruzaxon, xush ko'rdik. Rahmat. Feruzaxon, nima uchun so'nggi yillarda kosmetologiya shu qadar rivojlanib, biznes darajasiga yetdi? Oxirgi yillarda kosmetologiya juda ham rivojlanib ketdi. Kosmetologlar ham juda ham ko'payib ketdi. Bunga ijtimoiy tarmoqlar, har xil filtrlar, qanaqadir trendlarni ham sabab qilib ko'rsatishi mumkin. Ko'p yuzlar bir xil, lablar, kipriklar. Bu alohida mavzu, hali bunga qaytamiz, to'xtalamiz. Lekin mana shu o'zi kosmetologiya shunaqa rivojlanib ketdimi yo biz u ko'rayotgan jarayon shunaqa ko'payib ketdimi? Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqda shunaqa keng tarqalib ketdimi? Kosmetologiya sohasi o'zi o'tmishga qarasak, nazar solsak, oxirgi rivojlanish, burilish nuqtasi 20-asr, 21-asr boshlariga to'g'ri keladi kosmetologiyada. Aynan mana shu davrdan boshlab kosmetologiyada yuzni nafaqat parvarish, balki ilmiy tomondan, tibbiy tomondan estetik tarzda davolashga o'xshagan, demak tibbiyot sohasiga aylandi kosmetologiya ham. Tibbiyotni bir bo'lagi deb bemalol ayta olamiz. Aynan mana shu davrdan boshlab dermatologiya, farmatsevtika, biokimiya va texnika texnologiyalar bilan birga birlashib kosmetologiya rivojlanishni boshladi. Xo'p, Feruza, siz kosmetologiyaga kirib kelganingizga 5 yil bo'libdi. Ungacha nima ish qilardingiz? Men birinchi soham, kasbim farmatsevtika. Dorixonada ishlardim, farmatsevtika bo'yicha o'qiganman, lekin tega o'zi asli meditsinaga oldindan boshidan qiziqardim. Va keyin bu borada tibbiy ma'lumotnomangiz bor. Ha, albatta. Va keyin birdan kosmetologiyaga qiziqish uyg'ondi va shu yo'lga qarab ketdim, o'qishga kirdim. O'qish jarayonida yana ham qiziqishim ortdi. O'qishdan praktikalarga jo'natishardi. Har xil tibbiyot muassasalariga, ana o'sha jarayonlarda har xil holatlarni ko'rib, yana ham qiziqishim ortdi bu sohaga. Va men shu sohada ishlayman degan qarorga keldim. Chunki hozir qayerda qarasang kosmetologda, to'g'risi, odam shu darajaga keldiki, endi bilmadim, bu rostdan ham biznesga aylanib bo'ldi va umuman sohasi boshqa bo'lgan, buxgalter bo'lgan inson bugun kosmetologiya bilan shug'ullanyapti. Qo'shilaman, to'g'ri. Lekin haqiqiy kosmetolog bo'lish uchun o'qish kerak. 3 oylik, 2 oylik kurslarda o'qib, kosmetolog bo'lib ishlayotganlar juda ham ko'p. Mana shularni biznesga kirgizsak bo'ladi. Biznes bilan shug'ullanyapti deb ko'proq hisoblashim mumkin. Bu meni fikrim, yana bilmayman. Haqiqiy kosmetolog bo'lish uchun yillar davomida o'qish kerak, tajriba kerak bo'ladi. Va bu mas'uliyat, buni mas'uliyati juda ham katta. Feruza, qarang, siz kosmetologsiz, yoningizga qancha qiz ayollar keladi, lekin sizning yuzingizda kosmetologik muolajalarni ko'rmayapman. To'g'risini aytsam, o'zimda demak o'tkazadigan, bajaradigan kosmetologik muolajalarim bu chiska, har 3-4 oyda yuz chiskasi professional, biorevitalizatsiya, yuzni namlovchi protseduralar va домашний уход обязательно. Hozirgi kungacha mana shu protseduralarni o'zimga bajarib kelaman, ochiq oydin aytsam. Hali o'zimga unaqa bir inyeksiyalardan foydalandingizmi? Inyeksiyalar faqat biorevitalizatsiya. Bu terini sifatiga ishlaydi, terini namlantirish uchun qo'llaniladigan protsedura hisoblanadi, biorevitalizatsiya. Botoks, Dysport o'zingizga qilmagansiz? Yo'q, yashirmayman, bemalol aytaman. Ko'pchilik qiziqadi. Hali yo'q, botoks o'zimda qo'llamaganman. Chunki kosmetolog desa, ko'z oldimizga albatta hamma yog'i yasalgan bir qo'g'irchoq qiyofa ayollar kelishni boshladi.
to'g'ri. Ko'pchilik kosmetologlar o'zini tashqi ko'rinishini judayam bir o'zgartirib yuborib, hamma narsani o'zligida qo'llab ko'rishadi. To'g'ri, hamma har xil. Lekin men hali o'zimni tashqi ko'rinishimni o'zgartiradigan qanaqadir protsedura bajarmaganman o'zimda. Bunaqa niyatim ham yo'q hali. Va o'zi aslida bu o'zgartirishga kosmetologni haqqi yo'q. Feruzaxon, bilsangiz, agar biz yaqinda Iftixor Nig'matov bilan suhbatda bo'lganmiz, taniqli plastik xirurg, buni yaxshi bilsangiz kerak va bu inson mutaxassis sifatida mana aytdi, o'zi aslida mana shunaqa o'zgartirishlarga umuman qarshiman dedi. U показания har doim ham berilmaydi dedi va bir qancha agar mana shunaqa bir nuqsonlar bo'lsagina beriladi dedi. Va doim o'sha qilingan muolaja bu muvaffaqiyatli chiqdi degani emas degan gaplarni aytdi-da. Lekin bugun bemalol kosmetolog o'zini haligi xonasida har xil muolajani amalga oshiryapti. Afsuski, oxirgi paytda shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lyapti. Kosmetolog bu xirurg emas. Kosmetolog kesishga va tikishga umuman haqqi yo'q. Umuman. Ayniqsa u o'zini o'sha xonachasida kichkina bir sterillanmagan bir xirurgik operatsiyalar o'tkazilishga umuman mos bo'lmagan holatda kesishga va tikishga umuman aslo haqqi yo'q. Men odamlarga hayron qolaman, qanaqa qilib ishonib, qo'rqmasdan o'zini mana shu kosmetolog topshirib qo'yadi. Endi bu yerda narx masalasi bor-ku, Feruza. To'g'ri, bu yo'q. Chunki plastik xirurgdagi narx anchayin qimmat. Agar u qolaversa o'sha nomi chiqqan, ancha tajribali bo'lsa, bu narx o'sib boradi. Buni yaxshi bilsangiz kerak. Lekin bu baribir yuz-ku, insonni yuzi, sog'liq birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Shuning uchun pul ayash kerak emas sog'liqqa kelganda. Yuzingiz bu mayli pulingiz ketsin, qimmatroq bo'lsin, lekin o'z sohasini, o'z ishini ustasiga boring, plastik xirurgga boring. Qovog'ingizni oldirmoqchimisiz yoki yana qanaqa yuzingizda plastik operatsiya qilmoqchisiz, lekin aslo kosmetologga emas. Yaxshi, bu borada bir ochiq tan olib gapiradigan kosmetologlar bor ekan. To'g'risi. Va Feruza, bilasizmi, aynan bitta deylik, qovoq oldirish muolajasi, o'sha mana shu muolajani qilish uchun bir qancha analiz topshirasiz. Albatta. Bir qancha analiz topshirib, analizlarni o'sha natijasi yaxshi chiqqandan keyingina siz plastik xirurgni kushetkasiga yotasiz. Albatta. Bu to'g'ri holat. Va narxlar nimaga qarab belgilanadi? Mana deylik, kosmetologda shu muolaja $300 atrofida bitsa, plastik xirurgda 1000 dan uyog'i. Chunki baribir birinchi o'rinda plastik xirurg, uni tajribasi, uni ish staji, demak, o'tkazilayotgan klinika, operatsiya o'tkazilayotgan klinika, u yoqda demak baribir umuman boshqacha holat-ku. Kosmetolog xonasi bilan klinikani farqi bor-ku, katta juda ham farqi bor-ku. Birinchi o'rinda sterilность, operatsiya xonalari, demak, reanimatsiya, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ana shu jarayon paytida har xil holat bo'lishi mumkin-ku. Reanimatsion yordam ko'rsatish kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Aks ta'sir qilgan holatlarda, to'g'rimi? Zudlik bilan yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Chunki mana shu kosmetologda o'z qovoqlarini oldirib, oqibati yomon bo'lgan tanishlarim bor-da. Bu o'sha pulni ayaganlik oqibatida keyin esa natijasi yillar davomida mana shu xatoni, demak, nuqsonni to'g'rilashga bundan ham ko'p pul ketishi mumkin. Shuning uchun boshidan yaxshi pul sarmoya kiritib, o'zingizni, demak, xohishingizni bajaring, o'z ishini ustasida. Hop, Feruza, endi aytingchi, o'sha eng oddiy, eng arzon muolaja necha pul kosmetologda? Shaxsan menda, demak, bu yuz chizkasi 500 ming so'm. Yuz chizkasi, bu yerda demak ultrazvuk tozalash, mexanik tozalash bo'ladi. Buni ichida karboksi terapiyasi bo'ladi va yengil pilingi bo'ladi. Chunki baribir ko'pchilik ayollar xohlaydi. Bitta narsani tan olaylik, ko'pchilik ayollar borgisi keladi. Oddiygina o'sha yuz parvarishi, ya'ni yuz tozalash muolajasiga. Hammani ham cho'ntiga ko'tarmaydi. Tushunaman. Ha, to'g'ri, hammaning sharoiti har xil. Bir xillarni qurbi yetmaydi, to'g'ri, skidka qilmaysizmi, qimmatli qilyapti deyishadi, lekin bu narx qayerdan kelib chiqadi?
Bu biza ishlatayotgan demak produksiyalardan Mahsulotni qiymati. kosmetologik mahsulotni qiymati. Bitta chiska deymiz, lekin bu mana shu 1 soatlik protseduraga 1 soatdan ham oshadi. Bilasizmi, qancha produksiya ishlatamiz biz mahsulot. Buni ular ko'rishmaydi, tushunishmaydi ko'pchilik. Uni sifatli mahsulotlardan ishlatamiz biz. Izrael, Ispaniya mahsulotlari, Koreya mahsulotlaridan ishlatamiz. Mana shu ko'p narsani demak qo'shganda mana shu summa kelib chiqadi baribir. Chiska degani bilan aytmoqmanku 1 soatdan oshiq vaqt ketadi. Yuzi har xil holatli patsientlar keladi. U soatlab engashib uni tozalashi o'zi ham bir oson ko'ringani bilan, lekin aslida mashaqqati bor. Va bugun o'sha kosmetologga bormaydigan ayollar jamiyatdan qanaqadir ajralib qolayotgandek tuyulyaptimi? Chunki tashqi ko'rinishga qarab baholashga o'rganib qolganmizda. Ha, oxirgi paytda shunaqa tashqi ko'rinishga qarab baholash bo'lyapti. Xo'p, mayli, tushunaman, sharoiti yo'q, kosmetologga kela olmaydi. Hech bo'lmaganda uyda damashni uhod qilish kerak. Juda bo'lmaganda yuz parvarishini uy sharoitida. Nimalarni life hack sifatida ayollarimizga ayta olasiz uy sharoitida parvarish usullari? Birinchi navbatda yuzni doim toza tutish kerak. Ayniqsa makiyaj qiladigan ayollarimiz uchun har kuni kechqurun makiyajni yechib, yuvib, обязательно toza yuz bilan uxlashga yotish kerak. Yuzingizni tozalab oldingizmi, terini namlash kerak bo'ladi. Terimizni namlash kerak bo'ladi va uchinchisi bu SPF kremlardan foydalanish. Kosmetologga kelmasin, xo'p mayli, lekin SPF kremi sursin. O'sha ayol yil davomida O'zbekiston sharoitida bizani demak iqlimimizda SPF kremsiz yoz o'qishin men aytishdan charchamayman, SPF kremdan foydalanish shart. Chunki bizani quyoshimiz terini erta qaritib yuboradi. Tez ajinlar tushib ketadi. Va bu SPF kremlardan foydalanishning ham o'ziga xos qoidasi bor, ya'ni u faqat ayollarga emas, erkaklar ham undan foydalanish kerak va har 2-3 soatda yangilash kerak. SPF kremlarni nafaqat ayollarimiz, balki erkaklarimiz ham bemalol foydalanishligi kerak, shart. Yil davomida SPF kremi surishning o'zining qonun qoidalari bor. Iloji boricha SPF kremni quruq yuzga emas, birinchi tegidan uni namlantiruvchi krem surishimiz kerak. Chunki SPF kremi tarkibida fizik va kimik moddalari bo'ladi. Shu quyoshdan himoya qilish uchun ana shu moddalar bizning terimizni quritib yuboradi. Shuning uchun SPF kremi tegidan namlantiruvchi krem surishimiz kerak. Ustidan SPF krem surtiladi va qoidasi bo'yicha SPF kremini har 3 soatda yangilab turishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Feruza, siz o'zingiz kosmetolog bo'lsangiz-da, lekin bugun mana shu tashqi ko'rinishni bir xil qilib olayotgan ayollarga o'zi munosabatingiz qanaqa? Baribir siz oldingizga ham kelishadi. Labimni shirmoqchiman deydi. Bugun haligi mana shu dahallarni biroz cho'zdirib, Angelina Jolie qiyofasi deymiz, to'g'rimi? Shunga qiziqayotgan ayollar bor. Ammo bitta narsa, kosmetolog ham to'g'ri yo'naltirish bilish kerak. Albatta. Keraksiz narsadan uni qaytarishni ham bilish kerak. Albatta, fikringizga 100% qo'shilaman. Oxirgi paytda shunaqa ayollarimiz bir xil yuzli, labi bir xil shirilgan, kipriklar ulangan, fillerlar bilan yonog'li qilingan, Google Jolie deydi aytganingizdek, bir xil yuzlilar juda ham ko'payib ketdi. Aytib o'tganingizdek, kosmetolog kerakli paytda yo'q deyishni bilish kerak patsientga. Kerakli yo'nalishni berish kerak, tushuntirish kerak. Ba'zilar tushunadi patsientlar, to'g'ri qabul qilishadi. Lekin ba'zi patsientlar bu ularda kasallik bo'lib qolgan. Qizlarda shunaqa kasallik paydo bo'libdi-da, masalan, labiga o'sha filler deysizlarmi? Filler quyiladi va bu sekin-sekin yana ham kattarishga, tashqaridan qaraganda bilinadi, lekin o'ziga bilinmayapti. Bu kasallikka aylanib boryapti. Ha. O'zi chiroyliman deb o'zicha o'ylaydi, lekin tashqaridan qaraganda bu bo'rttirilgani sari xunuvlashib ketadi bu holat. Shunaqa holatlarda kosmetolog yo'q deyishni bila olish kerak. Bu kasallik, psixologik qanaqadir yordam kerak desa ham bo'ladi o'sha patsientga, tushunasizmi? O'zini ichki qanaqadir muammolarini mana shu yo'l orqali bekitishga urinish, bunga уже psixologik yordam kerak bo'ladi. Tushuntirish kerak, tushunmasa ham
masalan men bajarmagan bo'lardim shunaqa bo'ladimi shu holatlarda. holatlar? Bo'ladi, shunaqa patsientlar bo'ladi. Yana qayta filler. Bunaqa holatlarda, ayni mana shu holatlarda kosmetolog, to'g'ri mas'uliyatli o'qigan kosmetolog patsientga yo'q deyishni bilishi Xo'p, kerak. shu o'qigan kosmetolog bilan soxta kosmetologni qanaqa ajratib olamiz? Masalan, deylikmi, men bormaganman kosmetologga agar va to'g'risini qanaqa topishim kerak? Diplom so'rasangiz bo'ladi. O'qiganmisiz? Qayerda o'qigansiz masalan? Tajribangiz qancha? Hozir juda ham ko'p, aytib o'tganimizdek, juda ham kosmetologlar ko'p. Baribir o'qigan kosmetolog bilan o'qimagan, tajribasi kam, ana kurslarda o'qigan kosmetologga farqi bo'ladi, o'zi baribir seziladi. Ishlash jarayonida, demak, har bir patsientga individual yondashish kerak bo'ladi. Anamniz yig'ish kerak bo'ladi. Har bir organizm, har bir odam terisi individual hisoblanadi. Teri holatiga qaraladi. Shundan kelib chiqqan holatda, demak, suhbat o'tkaziladi. Qanaqa kasalliklar bor, anamniz yig'iladi. Shundan kelib chiqqan holatda so'ng ana shu patsientga kerakli muolaja tavsiya etiladi va kerakligi bajariladi. Ortiqcha bo'lar bo'lmas, kerak emas, demak protseduralarni pul ishlayman deb qivurish bu noto'g'ri hisoblanadi. Shundan ham qanaqadir ajratib olsangiz bo'ladi. Endi aytaylik, kosmetolog bir muolajani o'tkazaman deb buzib qo'ydi. Kim javobgar va uni javobgarligi nimadan iborat? Har bitta protsedura o'tkazilishidan oldin aytganimdek, patsient bilan suhbat o'tkaziladi. Nima xohlayapti u? Tushuntiriladi hammasi. Protsedura shunaqa amalga oshiriladi. Protseduradan keyin sizda mana shunaqa o'zgarishlar bo'ladi. Natijasi shuncha kunda bilinadi. Ta'siri shuncha kunga yetadi deb polностью tushuntirish beriladi. Aks holatda ko'p holatlarda patsient kutgan natija bo'lmaydi. Uni idealidagi, xayolidagi natija, wow, effekt bo'lmaydi. Shuning uchun har bitta protseduradan oldin yaxshilab tushuntirish, patsient bilan suhbat asosida tushuntirish olib borish kerak bo'ladi. Ko'pchilik xohlaydi, bir marta keldim kosmetologga, hozir keldim, men hozir yosharib, go'zallashib, o'sha wow effekt bo'ladi-da, zo'r bo'lib chiqaman deb o'ylaydi. Kosmetolog ham sehrgar emas. Kosmetolog sehrgar emas, albatta. U yillar davomida kelmadi-da kosmetologga, umrida birinchi marta kelyapti-da kosmetologga, hozir men mana shundan yosharib, zo'r bo'lib chiqaman deb o'ylaydi ko'pchilik shunaqa holatlar juda ham ko'p bo'ladi. Effekt qanchada bilinadi? Protseduraga qarab, o'tkazilayotgan protseduraga qarab. Masalan, botoks protseduramizda ajinlarga ishlaymiz, to'liq natija 2 haftada bilinadi. Ta'siri 4 oydan 6 oygacha yetadi. Har bir organizmga qarab individual hisoblanadi. Biorevitalizatsiya terini namlaydi, terini rangini chiroyli qiladi, terini yaltiratadi, ichidan namlab beradi, sifatini yaxshilaydi. Kamida 2-3 marta olishimiz kerak. Bir oyda bir martadan. Chiska terini demak ortiqcha o'lik hujayralardan, yog'lardan, komidorlardan xalos qiladi. 3-4 oyda bir marta qilinishi kerak. Mana shu hammasini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. O'zi agar bosqichma-bosqich qilib borilsa, natijaga ham tezroq erishiladi aslida. Doimiy, ya'ni uxod parvarish deymiz-ku. Ha, albatta. Doimiy o'ziga qarab yuradigan ayollar, doimiy kosmetologik muolajalarga plus домашний уход, professional домашний уход bilan demak o'ziga qarab yuradigan ayollarda baribir o'zgarish bo'ladi. Kosmetologga umuman kelmaganda, yillar davomida kosmetologga kelib o'ziga qarab yuradigan ayollarda albatta baribir o'zgarish bo'ladi. Farqi bo'ladi demoqchiman katta. Bosqichma-bosqich bajarilsa, natija yaxshiroq bo'ladi, chiroyliroq bo'ladi. Masalan, birinchi marta keldingiz kosmetologga, keling, biz chiskadan boshlaymiz. Chiska bittani o'zida biorevitalizatsiya qilaylik, yuzingizni tozalaymiz va namlaymiz. 1 oydan keyin keling yoki 2 haftadan keyin keling. Ajinlaringiz yoqmayaptimi? Demak, yosharmoqchimisiz, o'zgarmoqchimisiz? Botoks qilamiz. Ajinlaringizni yoyamiz. Shu patsient xohishiga qarab, bugun nit deyiladi, nit qo'yiladi. Bu gapiravering. Tushunmadim, og'riqli nuqtangizmi yo'qmaydi-da nitlar. Bu muolaja bilan umuman ishlamayman. Bo'ladi, ta'siri bo'ladi, tez tushib ketadi. Baribir.
Nitli. Necha yoshdan boshlab tavsiya etiladi aslida? O'zi nitli o'sha yuz osilgan holatda, teri turg'uri yo'q holatda ko'pincha lifting effekt berish uchun qo'llaniladi. Ko'pchilik xohlaydi shu yuzini tortilib qolishini, lifting effekt bo'lishini. Bu asosan 30 yoshdan keyin, 30-40 yoshdan keyin qo'llanilishi mumkin ko'pincha nitga. Lekin to'g'ri effekti bo'ladi, bo'lmaydi emas, bo'ladi, lekin tez tushib ketadi, ta'siri tez tugaydi. Nit. Baribir tushib ketadigan narsa u. O'zi aslida kosmetolog yoniga necha yoshdan borish kerak ayollar? Yoshligini saqlab qolish uchun. Qarang, bir aniq bir yoshni aytmaymiz. Yuzi holatiga qarab kerakmi sizga? Masalan, 14-15 yoshli qizingiz yuzida demak chiskaga muhtojlik bor. Olib boring, yengil chiska qilamiz. Buni hech qanaqa zararli tomoni yo'q. Yoki 18 yosh уже 20-25 yosh terini har 3 oyda chiska qilib turish kerak va mezoterapiyalar qilsak bo'ladi bu yoshda. Terini mezoterapiya zarari yo'q, u vitamin. Yo'q, ha. Namlantiradi. Ha. Mezoterapiya bu har xil o'sha vitaminlarni teri ostiga inyeksiya orqali kiritish. Zarari yo'q, kurs bo'yicha olinadi. Asosan 20-25 yoshlarda uzoq 30 yoshgacha juda ham yaxshi ishlaydi mezoterapiya. Umuman olganda o'zi inyeksiya necha yoshdan boshlab tavsiya qilinadi? 20 yoshdan, 20-22 yoshdan. Vohli emasmi, erta emasmi? Avvalambor yuzi holatiga qaraymiz. Bir xillada shunga anaqa bo'ladi. Nima edi, ba'zi patsientlarda ehtiyoj bo'ladi. Ha, yuzi o'ta darajada quruq bo'lishi mumkin yoki yuzida akne bo'lgan kasallik va post akne holatlari bo'ladi. Yoki pigmentatsiya, dog' tushib qolishi mumkin. Mana shu holatlarda demak biz o'sha muammoga qaratilgan mezoterapiyani qilishimiz mumkin bo'ladi. Feruza, kosmetolog deganda, kosmetologga borish kerak deganda hamma ayol kishi borish kerak deb ko'z oldiga keladi. Aslida erkaklar ham kosmetologga murojaat qilishyaptimi bugun? Ha, hozirgi kunda nafaqat ayollarimiz, balki erkaklarimiz ham kosmetologga murojaat qilishyapti. Erkaklarimizga ham bemalol tavsiya qilamiz. Chiska 3-4 oyda bir marta, kerak bo'lsa mezoterapiya, sochga mezoterapiyalar qilishimiz mumkin, biorevitalizatsiyalar soch to'kilishiga. Lekin men erkak kishilarni qabulga olmayman, qabul qilmayman, faqat ayollar bilan ishlayman. Lekin erkaklarimiz ham hozirgi kunda juda ham ko'p erkaklar kosmetologga borib bemalol o'zligiga qarab, demak teriligini, yuzligini, holatini saqlab qolishga harakat qilishyapti. Bu menimcha yaxshi narsa. Feruza, onaxonlarimiz deylik, 60 dan oshgan, 70 dan oshgan, mana ularga ham muolaja kerakmi? Yordam bera olamizmi? Masalan, o'sha katta yoshli ayollarimizga qaysidir muolaja bilan ularni bir terilarini sog'lomlashtirishga. Ko'p bo'ladi shunaqa holatlar. O'sha 50, 60 dan oshgan ayollarimiz kelishadi, qizim meni chiroyli qilib qo'ygin deb. Ularga nima qilamiz? Yengil chiska qilib qo'yamiz. Teriligini namlantirish uchun biorevitalizatsiya qilsak bo'ladi. Tushuntiramiz. Yoki ajillarimni ketkizib bergin deb kelishadi ba'zida. U yoshda ajinlar уже sinib bo'lgan bo'ladi. Ularni butunlay ketkizib bo'lmaydi. Shuni chiroyli qilib tushuntiramiz. Keling, уже ajinlaringiz bilan emas, teringiz sifati bilan ishlaymiz, teringiz holati bilan ishlaymiz deb tushuntirilgan holatda protseduralar qilsak bo'ladi. Uходовый qanaqadir protseduralar qilsak bo'ladi. Chiroyli tushuntirgan holatda ularga ham albatta xizmat ko'rsatamiz. Endi kosmetolog sifatida bugun ijtimoiy tarmoqqa, reklamaga ehtiyoj sezyapsizmi? Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar juda ham rivojlanib ketdi. Reklama juda ham kuchayib ketdi. Hozir odamlar mana shu Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ko'rib, kuzatishyapti, solishtirishadi kosmetologlarni, bir nechtasini kuzatishadi. Buni ishi qanaqa, buni narxi qanaqa, erinmasdan surishtirishadi, kuzatishadi ishlarini, do-postli holatlarini, tajribasi qanaqa, o'ziga yuziga nima, qanaqa protseduralar qilgan, yuzini holati qanaqa, shuni hammasini kuzatib, keyin bitta to'xtamga kelib kosmetologga keladi ko'pchilik ayollarimiz. Va reklama hozir juda ham kuchli
rol o'ynayapti. rol o'ynayapti bu sohada, hamma sohada menimcha, ko'p sohada. Mana shaxsan men o'zim ham, demak, X Media reklama agentligiga murojaat qilganman. Instagramdan topganman. Ko'rib, kuzatib, ancha kimlar bilan ishlashadi, qanaqa ishlashyapti va menga yoqqani uchun ishligi, ish jarayonligi aynan mana shu reklama agentsiyasiga borib, demak, shartnoma tuzib, hozirgi kunda bular bilan ishlab kelyapmiz. Natija bormi, sezyapsizmi? Natija bor. Endi ko'p bo'lgani yo'q, hali ishlayotganimizga bular bilan. Lekin natija bor. Sekin-sekin bo'lyapti. Lekin bu jamoani xizmatlari qimmat-da, to'g'risini aytish kerak. Kosmetolog sifatida daromadingiz yomon emas ekan. Yo'q, bu yoqda to'g'risini aytsam, bu yoqda meni hozir turmush o'rtog'im, yaqinlarimni poddershkasi, qaynona oyijonim, eng yaqinlarimni qo'llab-quvvatlashi orqali bo'lyapti asosiy jarayonlar. To'g'risini aytadigan bo'lsam, xizmatligi to'g'ri arzon emas, lekin ishligidan xursandman. Hozirgi kungacha yaxshi ishlab kelyapmiz. Bundan ham yuqori yaxshi natijalarga erishamiz degan umiddaman. Rahmat, Feruzaxon. Xudo xolasa, rahmat.